yaxshiyamki bizni odatimizda kuyov tomon kelinni uyiga boradi. Agar aksi bo'lganda nima bo'lardi ekan qarang. O'zimiz boramiz, o'zimiz topamiz kelinni, unga dunyoda va'dalarini beramiz, oltin tog'lar va'da beramiz. Hamma narsani va'dasini berib olib kelgandan keyin go'yoki kelinimiz ko'chadan o'zi uyimizga kelin bo'lib kirib olgandek muomalamizni boshlaymiz. Bu adolatsizlik. Bu musulmonning xulqi emas azizlar. Mo'min musulmon odam eng birinchi va'dasiga vafodor bo'lishi kerak. Hech qaysi sovchi kelinni uyiga borganda siz qizingizni bizga bersangiz unga zulm qilamiz, uni qiynaymiz, uni ertalab sahar turdi turib to kechqurun xuftongacha ishlatishlikka, mana bu xizmatlarni qildirishlikka olyapmiz deb aytmaydi. Buni eshitib turgan hammamiz tasdiqlaymiz. Sovchilar bir xil gap gapiradi. Qizingizni bizga bersangiz uyimizni to'ri qizingizniki bo'ladi. Malikalardek ushlab o'tiramiz. Birorta qo'lini sovuq suvga ham urgizdirmaymiz. Shunday hurmat qilamizki, uyimizni eng zo'r joyini qizingizga bo'shatib beramiz. Bersangiz bizga ega berasiz. Va hokazo oltin tog'larni va'da qilib gapiradi. Qizni ota-onasi shu darajada bo'lib ketadiki, ko'z oldiga qizining baxtini, saodatini, go'yoki bir malika bo'lib bir xonadonda yurganligini havasi uyg'onib ketib, sizga berdim mana shu qizimni deb yuborganini o'zi ham bilmay qoladi.